Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bugungi kunda ba'zilar hadislarni tarjima kitoblaridan o'qib olib, men Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimni o'qidim. Demak, shariat hukmlarini o'zim mustaqil chiqarib olaman deb o'ylaydigan bo'lib qolishgan. Kim shunday da'voni qilayotgan bo'lsa, xato yo'lda yurgan bo'ladi. Axir hadislarni tarjimalardan o'qib yoki arabchadan o'qib olgan bo'lsa ham, hadisga doir bir qator ilmlarni egallamagan kishi o'qigan hadisini mutloq yoki xos holatlari uchun aytilganini qayerdan bilsin? Bundan tashqari bu kabi allomai zamonlarda hadislarni qaysi biri amaldan qolgani yoki qolmaganini bildiruvchi nosix mansux ilmi ham yo'q-ku. Endi bu ikki ilmni bilmagan kishilarga Qur'on oyatlarini nozil bo'lish sabablari bo'lganidek, hadislarni ham aytilish sabablari bo'lishini tushuntirib o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. Bu yoqda hali ular nomini ham eshitmagan usuli fiqh degan ilmlar ham bor. Mana shu kabilarga aytadigan gapimiz shuki, Hofiz Ibn Hajar Asqaloniy Sahihul Buxoriyga Fathul Boriy nomli sharhni, Badruddin Ayni Umdatul Qoriy nomli sharhni, Imom Navaviy Sahihul Muslimga Sharhu Sahihul Muslim nomli sharh yozgan hadis ilmining eng katta imomlaridan hisoblanadilar. Mana shunga qaramasdan ular aqllariga tayanib shaxsiy ijtihod bilan shug'ullanishmagan, balki o'z haddilarini bilib muayyan bir mazhabga ergashishgan. Badruddin Ayni Hanafiy mazhabida, Hofiz Ibn Hajar Asqaloniy va Imom Navaviy Shofiy mazhabida bo'lganlar. Shunday ekan, siz ham o'z haddingizni biling, aqlingiz yetmagan joyga boshingizni tiqmang. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.